Ah oğlum geldi. Dada! Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Ha? Qanday? Zo'r ota. Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? O'g'lim dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Ama onasini yemsan bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi dada. O'yin yosh kattami sandan o'g'ling? Mana majbur bo'ldim-da dada, nima qilish? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Yura Maksim Gorkiy-ku. Что говорит он? So'kin men rus Ya tilida bil- jizyachera, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad, Vlad. Ovqat kattalar boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vilat o'rtasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vilat, nima uryapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vilat rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Paparam. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Ey, Vilat! Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yak. Xotining keldi. Vilat o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. To'y qil ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Yo, uni. Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mandan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи.